darsimiz sizlar bilan restoran odobi. Restoran odobi qayerlarda kerak bo'ladi, Madina? Restoranda, yana uyda, jamoat joylarda, ko'chaga chiqqanda, mehmon kutayotganda, Behruz mehmonda, hamma joyda. Restoran odobi ko'proq biz biznes odamlari bo'lishga harakat qilayotganligimiz uchun biznes lanchlarda ko'proq kerak bo'ladi. Kafelarda va jamoangiz bilan, chet el hamkorlaringiz bilan yoki qandaydir tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, biznes hamkorlaringiz bilan o'rtasida bo'ladigan faoliyat turi hisoblanadi va bu restoran odobiga kiradi. Restoran odobida asosan bizda xalqaro setup deydi buni va bu xalqaro setup, ya'ni bu xalqaro bezak hisoblanadi. Mirziyo ko'rinyaptimi? Xalqaro bezak hisoblanadi. Hozir biz mana bu yerga, ya'ni stolimizga qo'yiladigan narsalarni olib kelamiz va bu narsa olib kelgandagi holatni siz har biringiz o'zingizga taxlab qo'yasiz. Tushuntira oldimmi? Men buni tushuntirib beraman. Ana undan keyin har biringiz o'zingizga shu holatni takrorlab berasiz. Tushuntira oldimmi? O'rtada tarelka turadi. Tarelkadan 2.50 yoki 4 sm masofada pichoq qaysi tomonga qarash kerak? Kesadigan tarafi tarelka tomonga qarash kerak. 2.50 masofaga qo'yiladi. Va undan keyin qoshiq, undan keyingi masalan qoshiqlar turlari, masalan katta qoshiq, o'rtancha qoshiqlar shu holatda turadi. Chap tarafda ham, ya'ni tarelkadan chap tarafda 2.50 ya'ni 4 sm masofada vilka, ya'ni sanchqi turadi. Tarelkani tepa qismida kichik qoshiq yoki kichik vilkalar turadi. Vilkadan keyin 2.50 masofada salfetka turishi kerak. Ya'ni men sizga mana buni salfetka holatda ko'rsatsam, salfetka vilkadan keyingi 2.50 holatda turishi kerak. Endi xo'p, bu lukimizni, ya'ni bu jarayonni tepa qismini, o'ng tepa qismida 3 xil bakal turadi. 3 xil bakal. Spasibochka. Xo'p, qoshiqlar, qoshiqcha tarelkadan 2.50 tepada, qoshiq qismi, og'izga soladigan qismi chap tarafga qaragan holatda, agar vilka bo'lsa, o'ng tarafga qaragan holatda bo'ladi. Ya'ni mana bunday holatda turadi. 2.50 ta. Xo'p, endi o'ng tarafni tepa qismida 3 ta stakan turadi. Asosan restoran odobida. Butun dunyo tan olgan restoran odobida 3 ta bakal turadi. Bittasi suv uchun, ikkinchisi ichimlik uchun, ya'ni kompot, soklar uchun, uchinchisi vino uchun turadi. Lekin bizni butun dunyo tan olgan luk uchun sizning musulmonligingiz yoki sizning spirtli ichimlik ichmasligingiz uchun mana bu yerdagi 3 ta stakanni bittasi olib tashlanadi, bizlarda 2 ta turadi. Ya'ni bittasi suv uchun, bittasi sok yoki napitkalar uchun. Demak, stolimizni o'ng tepa qismida 2 ta stakan turadi. Bakal deylik, 2 ta bakal turadi. Bittasi ichimlik uchun, ikkinchisi suv uchun. Va endi chap tepa qismida yana bitta tarelka va pichoq turadi. Va bu pichoq nima uchun kerak? Hozir aytaman. Bu tarelkani ustida turadi. Tarelkani ustida turgan holatda chap tepa qismimizda turishi kerak. Ya'ni bu holat nimaga kerak? Bu holat sariyog'ni nonga tekizib, bu yerda sariyog' va nonga tekizib ishlatish uchun kerak. Ya'ni siz aytaylik, tushlik paytidamisiz, nonushta paytidamiz, bu bizning lukimiz bo'ladi. Ya'ni bizning setupimiz mana shundan iborat bo'ladi. Setupimizda tarelkada первый, второй, ya'ni birinchi, ikkinchi ovqatlar uchun tarelka qo'yiladi. Ya'ni hech unaqa ko'rgan bo'lsangiz, katta tarelka, kichkina va 3 ta idish qo'yiladi. Va uning yonida o'ng tarafda 2.50 ya'ni 4 sm masofa oralig'ida vilka, qoshiq va pichoq, o'ng tarafi, chap tarafida vilka, ya'ni sanchqi, tepa qismini 2.50 tepasida qoshiqlarni ushlash qismi chap tomonda, vilkani ushlash qismi o'ng tomonga qaratilgan bo'lishi kerak, ya'ni qarama-qarshi bo'lishi kerak. O'ng tepa qismida 2 ta bakal, ya'ni biz bittasini olib tashladik. Nimani olib tashladik? Vino uchun bo'lgan stakanni olib tashladik, bakalni. Ya'ni ichimlik va suv uchun. Chap tepa qismida esa sariyog'li nonlarni kesib olish uchun ishlatadigan pichoq turishi kerak bo'ladi. Bu setup, dunyo tan olgan setup hisoblanadi, ya'ni badiiy bezagi hisoblanadi. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar,
kelajakda biznesmen bo'lasizmi, biznes ledi bo'lasizmi, firma ochasizmi, korxona ochasizmi, tashqi hamkorlar bilan ishlayotganingizda mana shu restoran odobiga rioya qilishingiz kerak. Bu bizni dunyo tan olgan setup hisoblanadi. Tushuntirib bera oldimmi? Men 7 xil ko'rinish bo'ladi, 8 xil uslub bor. Ofitsiantlar bilan so'zsiz gaplash. Ya'ni biz o'tirib olamiz, restoranga borib choy ver deymiz. Qarab olasizmi deyveramiz. Bu ofitsiantlarga ko'rsatilgan eng katta hurmatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun setaplarda, ya'ni birinchi qilinadigan mahsulotlarda mahsulotni ofitsiantlar bilan muomala qilish madaniyatini o'rganamiz. Vilka va qoshiqni ustma-ust qo'yamiz. Bu rahmat degan. Doimiy mijozingiz bo'laman degan. Ya'ni ofitsiantga mana bu holatda tarelkangizni mana bu holatga qo'yib ketsangiz, rahmat, doimiy mijozingizman deganingiz bo'ladi. Ya'ni chaqirib olib, rahmat, aka yaxshi, opa zo'r, ovqatlaringiz yoqdi deb gapirmaysiz, so'zsiz gapirib ketganingiz bo'ladi. Rahmat, ovqatingiz yoqdi, doimiy mijozingiz bo'ladi. Bu birinchisi. Xalqaro toifada ofitsiantlar o'qitiladi. Asosan ichimlikni qaysi tomondan keltirib berishi, ovqatni qaysi tarafdan keltirishi bu ofitsiantlarning muammosi. Ofitsiantlar o'qitiladi. Va bu siz biz kafeda, choyxonada o'tirayotganimiz yo'q. Siz biznesmen bo'lganligingiz uchun mana bu qoidalarga rioya qilib qo'yishingizni o'rgatyapmiz. Shikoyatlar daftarchasini olib keling degan. Ya'ni ovqatingiz yoqmadi, men arzim bor degan. Tushuntira oldimmi? Uchinchi holat ovqatni tugatdim degan. Ya'ni bu holatda vilka va pichoqni yo'nalishini chap tarafga qaratib qo'yasiz. Ovqatni tugatdi, ovqat zo'r degan. Prevashodni, tan berdim ovqatingizga degan. Ovqatni tugatdim degan. Ovqatni tugatdim, bo'ldi, yeb bo'ldim, olib ketavering tarelkani degan. Ofitsiant keladi, sizni mana bu holatingizni ko'radi, ya'ni qoshiq va vilka endi tepaga qarab turgan holat. Bu ovqatni yeb bo'ldim, tugatdim. Tarelkalarni olib ketavering degan. Ya'ni ovqatingiz sursa-yu, bu holatda turgan bo'lsa, ovqatingiz qolgan bo'lsa, ofitsiant tushunishi kerak, stop, ovqat olib ketaveraman, bo'ldi, to'ydim degan. Agar siz bu narsani siz bilmasangiz, ovqatsiz qolib ketasiz. Ya'ni vilka bilan qoshiqni bir-biriga mana bundoq qilib qo'yish. O'zi aslida nimani bildiryapti? Yoqmadi. Ovqat yoqmadi. Xizmat ko'rsatish yoqmadi. Ya'ni tarelkaga xuddi shu holatda qo'yganingiz, ovqatingiz yoqmadi yoki xizmat ko'rsatingiz yoqmadi. Mana bu holatga qo'ysangiz, tarelkada ovqat yoqmadi, mana bu holatda ko'rsangiz, xizmat ko'rsatish yoqmadi. Kutyapman. Ofitsiant kutyapsiz. Keyingi ovqatni kutyapsiz. Первый yeb bo'lsa, ya'ni birinchi ovqatni yeb bo'ldingiz, ikkinchi ovqatni kutyapsiz. To'xtab turibman, hali olma. Pauza degan. Men nafas olyapman, ko'p yeb qo'ydim misolda endi. Yo'inki o'rtada tanaffus qilyapman. Bu pauza belgisi, to'xtab turish belgisi. Birinchi o'zi asli 7 ta ko'rinish, 8 ta uslub bor dedim. 8 ta uslubni 7 ta ko'rinishi, birinchisi bu ovqatga birinchi bo'lib salat keltiriladi. Xalqaro uslubda. Bizning milliy madaniyatimizda nima keltiriladi dasturxonga? Birinchi kelgan mehmonga choy olib kelamiz. Va biz birinchi xalqaro toifada birinchi olib keladigan narsamiz bu salat bo'ladi. Ikkinchisi suyuq ovqat bo'ladi. Har qanday ko'rinishda suyuq bo'lgan ovqatlar bo'ladi. Uchinchi ko'rinishda suyuq bo'lmagan ovqatlar bo'ladi. Suyuq bo'lmagan ovqatlar restoran odobida 4 xil uslubda keltiriladi. 4 xil uslubda. 4 ta uslubda suyuq ovqat keltiriladi, ya'ni suyuq bo'lmagan. Va eng kamida 4 xil taom olib kelinadi va oxirgisi 5-inchisi bu ham 8-inchi ham 5-inchisi, ya'ni men sizga 4 xil uslub qo'yib ovqat dedim va bu oxirgisi desert olib kelinadi ovqatga, stol ustiga. Desertni alohida tarelkalaringiz bilan, oxiridagi qolgan tarelka bilan, desert qoshig'ingiz bilan desertni yeyishingizga imkoniyat yaratiladi. Bugungi mavzu shundan iborat. Kim nimani tushunmadi? Tushundingmi? Savollaringiz bormi? Xo'p. Endi xuddi shu narsani men sizga tarelkani qo'yaman. Men sizga nima o'rgatgan bo'lsam,
Endi misol uchun bokal oldingizda bo'lmasligi mumkin yoki bizlar vilka, qoshiqlarni kamchilik bo'lishi mumkin, lekin o'zingizni oldingizdagi bor narsani xalqaro setup uslubida, ya'ni bezak uslubida bezatasiz. Okeymi? Xo'p, biyalar ham juda